Assalomu alaykum, hurmatli SMM menejerlari, proyekt menejerlar, marketologlar va xullas marketing va menejmentga aloqador bo'lgan insonlar. Xo'p, bu videoni o'zi anchadan buyon olaman deb yurgan edim. Ko'pchilik tanishlarim, boshqalar Notion'da ishlash bo'yicha so'rashgan edi. Ya'ni ayni hozirgi kunda sizlar jamoa bilan qanaqa ishlaysizlar Notion'da, qanaqa bo'ladi jamoani boshqaruvi, shular haqida ko'rsating, shablonlarni bering deyishgani uchun bitta qilib, umumiy qilib, xudo xolasa video qo'llanma, video darslik olyapman. Xo'p, kelinglar, unda birdaniga boshlaymiz. Umumiy, sodda qilib tushuntirib o'tib ketaman. Mana bu oyna bizda Notion oynasi. Xo'p, bu yoqda Notion'da shunaqa bo'ladi. Umumiy bitta workspace va u workspace ning ichida theme space'lar bo'ladi. Har bitta theme space bu alohida o'sha bir-biriga alohida aloqasi bo'lmagan jamoalar uchun amal qiladi. Theme space'lar. Bu yoqda ko'radigan bo'lsangiz, bizda workspace'lar bor. Bitta Gmailning ichida 4 ta workspace ham bor va xullas mana shunaqa. Bu yoqda qaraydigan bo'lsangiz, theme space bor. Ya'ni bitta theme space bor. Enter Marketing Agency nomli bitta theme space bor va ularning ichida page'lar bor. Ya'ni tushunib oldik-a? Workspace, theme space va ularning ichida page'lar ketaveradi. Page, ichki page mana shunaqa tartibda ketaveradi. Notion o'zi bu juda katta maydon. Bu yoqda siz juda ko'p amallarni bajarsangiz bo'ladi. Google'ning barcha imkoniyatlari bu yoqda bor. Google Sheets, Google Docs, Google Forms hammasi Notion'da yig'ilgan. Notion bu 50-60 ta juda ko'plab dasturlarni, to-do dasturlarini umumiy birlashtirilgan holati. Biz ham oldin jamoamizga Trello'ni ishlatardik va hozirgi kunda Notion'ni o'zimizga ma'qul deb bilib, ya'ni Notion'da ishlash biz uchun qulay. O'shaning uchun Notion'da ishlab kelyapmiz. Hozir keling, o'zimizning loyihalarimizni Notion'da qanaqa qilib boshqarib kelyapmiz, mana shu haqida ko'rsataman. Xo'p, Enter Marketing workspace bor va workspace ning ichida bu yoqda oynasi mana shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Bu yoqda o'sha o'zingiz yoqtiradigan, yoqtirib o'sha yulduzcha qo'yib qo'ygan page'laringiz turadi va bu qismda o'sha theme space da bitta bizada theme space bor. Va theme space ning ichlarida bir nechta page'lar bor. Kelinglar, o'zimizni jamoamizni biz Notion'da qanaqa qilib boshqaramiz, shuni ko'rib o'tib ketamiz. Xo'p, umumiy SMM loyihalar boshqaruvi nomli umumiy bitta Notion qilib qo'yganmiz. Va bu yoqda pastga tushadigan bo'lsak, bizning loyihalarimizni ichiga kirishimiz mumkin. Misol uchun, Modern School loyihamizni ichiga kiradigan bo'lsak, xo'p, yokida Level Up loyihamizni ichiga kiradigan bo'lsak, bu yoqda mana shunaqa ko'rinishda biz page ni sozlab qo'yganmiz, ya'ni o'zimizga mos qilib. Bu yoqda biz ko'rishimiz kerak bo'lgani bu content plan qismi edi. Biz content plan tuzishni ko'ramiz. Xo'p, ushbu qo'llanmada bu yoqda content planga kirgizilgan, mavzulari, rubrikalari va o'sha dizayn qilindimi yo'qmi, content turi, postmi, reelsmi va statusi qanaqa holatda turibdi hozir. Va bu yoqda o'sha syomka vaqtlari kirgizib ketilaveradi. Bu yoqda filtr uchun oylar degan qismni kirgizib qo'yibmiz. Ya'ni content plan bitta bo'ladi, faqat filtr orqali oylarni kirgizib ketaveramiz. Mart, yanvar, fevral, mart, aprel, may oylarini kirgizib ketaveramiz va mana shu filtr orqali kontentlarni saralab olish osonroq bo'ladi. Xullas, content plan qismi, kalendar qismi. Biz mana shu kalendar orqali, ya'ni proyekt menejerga osonroq bo'ladi loyihalarni boshqarish. Mana shu bizda kalendar orqali ko'rib turadi, qaysi kuni post chiqadi va u postni holati ayni vaqtda qanaqa turibdi, o'shalarni ko'rib turishi mumkin bo'ladi. Misol uchun, ertaga bitta kontent chiqar ekan, Level Up proyektimiz uchun o'quvchining Level Up'dagi bir kunlik hayoti, ya'ni holatiga keladigan bo'lsak, montaj holatida turibdi. Syomka 27-fevral kuni syomka qilingan ekan, 4, ya'ni ertaga post bo'lishi kerak ekan. Mana shunaqa ma'lumotlari va bu yoqda o'sha ssenariysi ketadi.
Xo'p, bu kontentni siz u sanadan bu sanaga bemalol ko'chirishingiz ham mumkin bo'ladi. Va keyingi qismda content plan, kalendar va keyingi qismda bizda board qismi bor. Bu joyda siz o'sha statusini ko'rib tura olasiz. Ya'ni idea holatda, ideadan keyin montaj holatga o'tadi, montajdan keyin tasdiqlansa, tasdiqlandi holatga o'tadi. Ya'ni proyekt menejerlarga bemalol loyihani boshqarish osonroq bo'ladi bu yoqda. Tasdiqlangandan keyin o'sha agar publish bo'ladigan bo'lsa, publish qilindi holatiga o'tkazib qo'yiladi. Mana shunaqa tartibda biz boshqarib boramiz jamoani. Hozir bu yoqda syomkalar ham bizda ko'rinib turadi. Xo'p, keyingisi bizda o'sha jarayonda degan bosqichi ham bor. Ya'ni bitta kontentni bu yoqda bosqichlarini ko'rsangiz bo'ladi. Idea holatda bo'ladi birinchisi, keyin syomkaga o'tadi, keyin montajga o'tadi, keyin jarayonda holatda bo'ladi va keyin o'sha tasdiqlandi holatda bo'ladi va eng so'nggisi bizda qo'llanildi, ya'ni publish bo'ldi holatiga o'tadi. Mana shu biza content planni bugungi qo'llanmada tayyorlashni o'rganamiz. Undan oldin Notion'dagi eng elementar narsalarni ko'rib ketsak. Xo'p. O'tib olaman. Yangi emas, umuman boshqa Notion'ga o'tib olaman. Xo'p, bu yoqqa o'tganimizdan keyin umuman boshqa Notion'ga o'tib oldim, yangi Notion'ga o'tib oldim va bu yoqda bizda ko'rishimiz mumkin TeamSpace yo'q. Bu yoqda yangi TeamSpace ochishimiz kerak bo'ladi. Nastroykaga o'tamiz. Bu yoqdan TeamSpace bo'limiga o'tamiz. Bu yoqdan yangi TeamSpace ochish degan qismini tanlaymiz va nom kirgizamiz. Ya'ni biz qaysi loyihamiz uchun, qaysi bir-biriga umuman aloqasi bo'lmagan loyiha uchun TeamSpace ochyapmiz. Misol uchun o'sha aytganimizdek, Enter Marketing Agency uchun yangi alohida TeamSpace ochyapmiz. Create TeamSpace qilamiz. Va bizda bo'ldi. Ya'ni mana shu TeamSpace uchun kimni taklif qilasan deb so'rayapti bu yoqda. O'tkazib yuboramiz buni. Bizda yangi TeamSpace ochildi. Xo'p, TeamSpace'ning ichida alohida bitta page ham ochib berdi va bu page bizga kerak emas. Yangi page ochamiz TeamSpace'ning ichidan. Yangi page ochamiz. Yangi page ochildi. Keling, elementar narsalarni birinchi ko'rib ketaylik. Xo'p, bu yangi page deb nomlaymiz buni. Xo'p, bosadigan bo'lsak, bu yoqda biz mana shu belgi orqali bir nechta funksiyalarini, Notion funksiyalarini ko'rib ketishimiz mumkin. Birinchisi bu oddiy text funksiyasi. Oddiy text funksiyasi. Ikkinchisi bu headline, ya'ni katta sarlavha bu. Katta sarlavha. Va ikkinchisi bu o'sha katta sarlavha 2 deyishimiz mumkin. Va uchinchisi bu katta sarlavha 3 deyishimiz mumkin. Va to'rtinchisi bu bo'ldi. Bizda sarlavhalar bo'limi tugadi va bizda mana bunaqa kichik element bor. Nimadir element. Nimadir 2 misol uchun. Xo'p, mana shunaqa ya'ni bizda tekstni vizual holatda chiroyli qilib yozishimiz uchun mana shunaqa narsalardan foydalanib yozishimiz mumkin. Va enterni bitta bosaman, yana bitta bosadigan bo'lsam, umumiy holatga o'tadi va yangi funksiyasini ko'rishimiz mumkin. Keyingisi bizda number, ya'ni birinchi nimadir, ikkinchi nimadir bo'lishi mumkin. Enterni bosaman, yana bir marta bosadigan bo'lsam, keyingi funksiyasini ko'rishimiz mumkin. Xo'p, keyingi funksiyasi bizda to do, ya'ni kunlik vazifalarni vazifa 1 misol uchun, vazifa 2 holatida qilib borishimiz mumkin bo'ladi. Xo'p, keyingisi bizda toggle degan funksiyasi bor. Bu o'sha Xo'p, buni nima deb nomlashimiz mumkin? Salom deb nomlashimiz mumkin. Ya'ni ichida buni o'sha assalomu alaykum holatidagi kengaytmasi bo'ladi. Salom 1 deydigan bo'lsak, bu salom 2 bo'ladi. Buni ham ichida o'sha kengaytmasi bo'lishi mumkin. Xo'p, endi keling bizga eng asosiysi bu data bazalar. Bitta slash tashlaydigan bo'lsak, xo'p, bizga eng asosiysi bu yoqdagi funksiyalarini, qolganlarini o'zingiz ko'rib chiqasiz va eng kerakli funksiyasi bizga data baza.
databaza bilan ishlashni o'rganamiz. Bugungi qo'llanmani maqsadi ham bu content plan tuzish va Notion bilan boshlang'ich darajada ishlash edi. Boshlang'ich darajada ishlash mana shunaqa tartibda davom etadi va siz page ichidan bemalol pagelarni ochib ketsangiz ham bo'laveradi. Keling, shuni ham ko'rib ketaylik, yaxshisi. Xo'p, bitta page ochdik biza, bitta page ochdik va bu pagening ichidan ham biza page ochishimiz mumkin. Xo'p, yangi page dedik. Bu ichki page deymanda va buni yonboshida 6 talik nuqta orqali siz bemalol o'sha holatini o'zgartirsangiz bo'ladi. Page holatiga o'zgartirsangiz bo'ladi. Ya'ni buni ochganingizda bu ichki page ekanligini ko'rib qolasiz. Ichiga kirsangiz bu ichki page bo'ladi. Mana bu ichki page. Ichki page deb nomlashimiz mumkin, misol uchun. Ichiga nomlashimiz emas, ichiga qanaqadir ma'lumotni yozishimiz mumkin. Xo'p, umumiy olganda bizda mana shunaqa tartibda Notion davom etadi va Notion bu juda katta maydon, boshida aytganimizdek. Xo'p, keling endi biz o'sha o'zimizga eng kerakli bo'lgan content plan yaratishni ko'ramiz, ya'ni databaza bilan ishlashni ko'ramiz. Xo'p, bu yoqda Teamspace dan yangi bir page ochib olaman, ya'ni content plan degan page ochib olaman va bu yoqdan tushadigan bo'lsam, xohlasangiz pagega qanaqadir coverlar qo'yishingiz mumkin, ikonlar qo'yishingiz mumkin. Misol uchun qanaqadir content planni anglatib turadigan, xo'p, qandaydir narsa ishlatib ketishimiz mumkin bu yoqda. Xo'p, mana bunaqa narsani ishlatishimiz mumkin, misol uchun. Xo'p, bu yoqda pastga tushganimizdan keyin slash bilan databaza deb yozadigan bo'lsak, bizaga databazalar taklif qilinadi va bizaga table ko'rinishidagi databazani chaqirib olishimiz kerak bo'ladi. Va biz qaysi loyiha uchun o'sha databaza qilyapmiz, o'shani bu yoqda content plan tuzayapmiz, o'sha bo'yicha ko'rib ketamiz. Global Education loyihasi uchun, misol uchun, xo'p, biz content plan tuzayapmiz. Bu yoqda table ko'rinishda. Endi content planni biz to'g'rilab chiqishimiz kerak. Bu yoqda o'sha content sarlavhasi, xo'p, content rubrikasi, bu yoqda o'sha select degan funksiyasini ishlatib ketsak bo'ladi biz. Ya'ni bu nima? Rubrika va bu yoqda keladigan bo'lsak, xo'p, content holati, statusi va bu yoqda keladigan bo'lsak, contentga mas'ul shaxs kim, person degan holatdan foydalansak bo'ladi. Va undan keyin yana keladigan bo'lsak, bu yoqda bizning contentimiz qachon chiqadi yoki syomka qachon, o'sha nima, post bo'lishi qachon, o'shalarni kirgizib ketamiz. Date degan funksiya qo'shamiz bu yoqda. Xo'p, bunga biz syomka vaqti deb kirgizsak bo'ladi. Syomka vaqti deb kirgizsak bo'ladi. Va keyingisi, ya'ni content planni endi bu yoqda o'zingizga moslashtirib olasiz. Hozir umumiy ko'rinishini ko'rsatib ketyapman, qanaqa qilinishi kerakligini. Xo'p, va undan keyin o'sha montaj emas, o'sha post vaqti deylik. Post vaqti bo'ladi. Va undan keyin biza o'sha qanaqadir agar cover dizaynlar qilinadigan bo'lsa, cover dizayn uchun checkbox qo'shib ketishimiz mumkin. Ya'ni cover design deb checkbox qo'shib ketishimiz mumkin. Cover design. Mana shunaqa holatda bizning content planimiz shunaqa holatda bo'ladi. Endi bu yoqda content sarlavhasi, rubrikasi, uni statusi, mas'ul shaxs, syomka, post vaqti va o'sha cover dizayni bizada hosil bo'ldi. Xo'p, endi keling content sarlavhasini bu yoqdan kirgizamiz. O'sha tasavvur qiling, bu content 1. Content 1. Bu content 2. Bu yoqda endi sarlavhasini yozib ketasiz. Bu yoqda biz rubrikalar qo'yishimiz mumkin. Hozircha rubrika yo'q. Rubrikalarni qanaqa qo'shamiz? Ustiga bitta bosadigan bo'lsam, edit property degan qism chiqadi va shunga bosib biz rubrikalarni options qismidan qo'shishimiz mumkin. Misol uchun rubrika 1, rubrika 2, rubrika 3
Misol uchun. Bu yoqda content 1 ga mos, rubrika 2 ishlatdim misol uchun. Bu yoqda statusni ham o'zi avtomatik qo'yib berdi, ya'ni not started, in progress yoki bo'lmasa o'sha done holatda. Buni ham o'zgartirsangiz bo'ladi. Ya'ni o'zingizni ish bosqichlaringiz qanaqa etaplardan o'tsa, o'sha etaplarni qo'yib o'zgartirsangiz bo'ladi. Misol uchun bizda o'sha idea holatda turadi. Birinchi content, keyin unga syomka qo'yiladi va keyin u montaj holatiga o'tishi mumkin. Bitta pastga tushirib qo'yamiz. Montaj holatiga o'tishi mumkin. Xo'p, rangini ozgina o'zgartiramiz va u tasdiqlanishi mumkin. Tasdiqlandi va u post bo'lishi mumkin bizda. Xo'p, post bo'ldi deb qo'yaylik, post bo'ldi. Ya'ni tasdiqlanishi bilan post bo'lishini farqi bor. Ya'ni loyihalarda bizda content plan loyiha menejer tomonidan tasdiqlangandan keyin o'sha proyektni egasi tomonidan ham tasdiqlangandan keyin post bo'ladi. Ya'ni 2-3 ta etaplardan o'tadi bizani postimiz. O'shaning uchun ham bu yoqda mana shunaqa tartibda qo'yishimiz kerak bo'lar ekan. Xo'p, endi qo'yasiz, rubrika 3 qo'yasiz, bunga post bo'ldi qo'yasiz misol uchun. Bunga o'sha mas'ul shaxs kim? Ya'ni bu yoqda siz o'sha mana shu sahifani o'zingizni jamoangizdagilarga Gmail orqali invite qilib qo'ygan bo'lishingiz kerak. Ya'ni ularga taklif yuborib qo'ygan bo'lishingiz kerak. Ular shunda bu Notion'ga kirish huquqiga ega bo'ladi. Xo'p, syomka vaqtini kirgizamiz. Bu yoqda o'sha formatini ozgina to'g'rilab qo'yishimiz kerak ekan. Xo'p, syomka vaqti misol uchun tasavvur qiling, 5-mart kuni soat nechidadir syomka bo'ladi. Include qilib, misol uchun vaqtini ham siz kirgizib qo'ysangiz bo'ladi. 12 da yoki boshqa vaqtda qilib kirgizib qo'ysangiz bo'ladi. Faqat mana shu joyda 24 soatlik qilib qo'yadigan bo'lsak, bizga osonroq 5-mart soat nechi? Misol uchun 14:00 da qanaqadir syomkamiz bor, misol uchun. Va bu yoqda o'sha post vaqtini ham kirgizib qo'yishingiz mumkin. Srazu 5-mart kuni syomka bo'lsa, 7-mart kuni post bo'ladi deb kirgizib ketishingiz mumkin. Va cover dizayn qilindi yoki qilinmadi, bu yoqda belgilab ham ketaverasiz. Endi bu content planning umumiy ko'rinishi bo'ldi. Yonidan esa kalendar qo'shib qo'yamiz. Yonidan kalendar qo'shamiz va bizda kalendar deb yozib qo'ysak bo'ladi. Kalendar. Buni content plan deb yozib qo'ysak bo'ladi. Table ko'rinishida turibdi. Content plan deb yozib qo'ysak bo'ladi. Va kalendarga o'tadigan bo'lsangiz, kalendarda sizni kontentlaringizni o'sha belgilangani turadi. 5-mart kuni. Mana shu joyda bitta muammo bor, e'tiborli bo'lamiz. Birinchi date'ni qo'shganimiz syomka vaqti bo'lmasligi kerak, o'sha post vaqti bo'lishi kerak. Shuning uchun buni post vaqti qilib o'zgartiramiz. Mana shunaqa muammo bor. Notion'da bilmadim, post qilaylik. Buni syomka qilamiz. Syomka bu o'sha post vaqti bo'ladi. Xo'p. O'zgartirdik. Ya'ni syomka vaqti bu bo'la qoladi. 7-mart kuni syomka bo'ladigan bo'lsa, demak 9-mart kuni post bo'ladi. Syomkani 7-mart kuni include qilamizda, bu yoqdan 24 soatlik qilib vaqtini kirgizib qo'yamiz. Misol uchun o'sha necha? 14:00 kirgizib qo'yamiz. Buni esa xo'p, bunda post vaqtini aniq belgilamaymiz. Mana shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Va bu yoqda yana ham ko'proq content qo'shadigan bo'lsak, content 3. Xo'p, content 4, content 5, content 6 deydigan bo'lsak, hammasiga rubrika 2, rubrika 1, rubrika 3, rubrika 2, idea holatda, qaysidir tasdiqlandi, qaysidir montajda, qaysidir o'sha syomkada va bu yoqda o'sha syomka vaqtlari va bu yoqda post vaqtlari 9 da, 11 da, hop 13 da, 16 da misol uchun, hop 18 da, hop va 20 da.
va bu yoqda cover qilindi, qilinmadi holatda ketaveradi va hokazo. Va bu yoqdan kalendar qo'shdik. Kalendar qo'shganimizdan keyin bizda o'sha postlarimiz ko'rinib turibdi. Bularni endi batafsilroq ko'rinadigan qilishimiz kerak. Buning uchun kalendar qismiga o'tamiz va edit view qismidan properties degan qismidan biza o'zimizga muhim bo'lgan narsalar nima? Statusi muhim, contentni statusi qanaqa holatda turibdi. Hozir bunaqaroq qiladigan bo'lsak, bizga ko'rinadi. Xo'p, va statusi muhim. Undan keyin o'sha cover dizayn qilinganmi yo'qmi? Bu ham muhim. Undan keyin bizga rubrikasi muhim va bo'ldi. Mana shu narsalar bizga muhim hisoblanadi. Va bu yoqdan siz content plandan, content kalendaridan ko'rib tura olasiz. Bugun chiqadigan kontentingizni holati qanaqa, rubrikasi qanaqa holatda ekanligini ko'rib tura olasiz va cover qilinganmi yo'qmi uni ham ko'rib tura olasiz. Bemalol ichiga kirib siz bu kontent haqida o'rgansangiz bo'ladi. Va yonboshiga agar o'sha board ko'rinishi sizga qiziq bo'ladigan bo'lsa, board ko'rinishini ham qo'shib qo'ysangiz bo'ladi. Ya'ni qaysi kontentingiz syomkada, qaysi kontent montajda, qaysi tasdiqlandi, qaysi post bo'ldi holatida bemalol ko'rib tursangiz bo'ladi. Bu yoqda jamoaviy ishlashga bu juda qulay qilingan. Misol uchun syomkaga o'tkazib qo'yasiz, videograf o'sha vaqtda o'zi bemalol syomkaga chiqib, montajga o'tkazib, montajlarini topshirishi mumkin bo'ladi. Xo'p, bu yoqda ham xuddi shunaqa bizga propertiesdan ko'rinadigan ma'lumotlarni qo'shib qo'yamiz. Xo'p, post vaqti muhim bizga. Yo'q, syomka vaqti muhim, aksincha, syomka vaqti muhim bu yoqda. Qachon syomka bo'lishi, syomka bo'limida tursa agar va rubrikasi, statusi, statusini qo'yishimiz shart emas, o'zi status holatda turibdi va post vaqti, cover dizayni bizga muhim ekan. Mana shunaqa holatda bemalol biza ko'rib tursak bo'ladi. Xo'p. Va buni o'sha share qilib, o'zingizni jamoangiz a'zolariga ulashib qo'yishingiz kerak bo'ladi va ularga ham dostуп bersangiz bo'ladi. Full access berishingiz mumkin yoki faqatgina o'sha Canview ni berib qo'yishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, bugungi ko'rishimiz kerak bo'lgan narsa mana shu edi. Notion'da jamoani to'g'ri boshqarish uchun va jamoani samaradorligini ham bu narsa oshiradi. Hamma narsa raqamlashgan, hamma narsa tizimli holatda ko'zga ko'rinib turadi. Bugungi mavzuyimiz mana shu edi. Xo'p, keyingi foydali mana shunaqa kontentlarimizda ko'rishguncha